Assalomu alaykum. Azizlar, bugun Shahanshah Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarining yangi Orchun nashriyotdan 3000 nusxada chiqqan Boburnoma asarining matn saviyasi haqida ozgina suhbatlashamiz. Lekin suhbatimizdan oldin 22 fevral YouTube'da Temuriylar Davlat Muzeyining ilmiy xodimi Botir Yo'ldoshevning 19 minutlik suhbatini siz eshitgansiz. O'sha suhbatdagi ayrim savollarga men hozir javob bergim keladi. U kishi men haqimda gapirganda Vahob Rahmonov arab yozuvining harfini taniydi, lekin uni matnini o'qiy olishiga men ishonmayman degan edilar. Albatta bu fikr ularning shaxsiy fikrlari. Men umrim bo'yi 15 ta o'zbek mumtoz adabiyoti asarlarini arab yozuvidan kiril va lotin yozuvlariga ko'chirib nashr ettirganman va ular kitob holda katta tirajlar bilan chiqqan. Jumladan 1976-yilda Avaz devoni 25 ming nusxada chiqqan va shundan keyingi yillarda yana Boburni G'aribing Andijonidur nomli devonni nashr ettirdim. Alisher Navoiyning Hamsasi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Navoiy nomidagi institut ilmiy xodimlar tomonidan nashr etilganda xatoliklar birmuncha ko'pligi uchun men ularni ilmiy tanqidiy matnlardan arab yozuvidan qaytadan 5 ta kitobni 2006-yildan buyon 5 marotaba 5 tadan kitob holda nashr ettirdim. Shundan siz bilishingiz mumkinki, men arab yozuvini bilar ekanmanmi, o'qiy olar ekanmanmi? Agar bu kitoblarni Botir Yo'ldoshev o'qimagan bo'lsalar, bu endi ularning o'z ixtiyorlari. Ikkinchi bir masalani aytgim keladiki, u kishi hayotdagi, ilmdagi bo'lgan narsani juda ham tezkor talqin qilishga moyil ekanlar. Ilmda bu ijobiy baholanmaydi. Chunonchi u kishi nashr ettirgan qo'limdagi muhtasham Boburnoma nashrida kitobni boshlaganda ikkinchi abzatsidayoq yangi shahrini bugungi nomi O'tiror deb berganlar. Holbuki Porso Shamsiyev 1989-yilgi Boburnoma nashrida shu O'tiror so'zi o'rnida Toroskent degan so'z borligini aytganlar. Endi o'zlari da'vo qilgan Annette Susan Beveridge nashr ettirgan Boburnamani Haydarobod nusxasining ana shu ikkinchi abzatsida O'tiror emas, balki Toroz deb yozilgan. Agar ularning ko'zlari o'tmagan bo'lsa, lupa bilan qarasalar balki yaxshiroq bo'ladi. Chunki ularning yoshi ham menda keksa bo'lmasalar ham, garchi sharqshunoslik universitetini doktoranti bo'lsalar-da, o'zgina ko'zlarida nuqson bormikan, lupa bilan qarasalar har holda yaxshi edi. O'shanda Toroz deb yozilgan. Agar bunga ishonmasalar, Annette Susan Beveridge ingliz tiliga tarjima qilgan kitobni olib ko'rsinlar. O'shaning ikkinchi abzatsida yangi shahri Toroz shahri ekanligi yozilgan. Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asari o'zbek xalqining madaniyati va san'atini jahonga tanitgan muhtasham asar. Bu shu darajada mashhurki, inglizlar bu asarni 13 marotaba tarjima qildilar. Yani nashrlarga kelsak, yani o'nlab marotaba Angliyada, Hindistonda qayta bu kitob nashr etilmoqda. Men haqimda gapirgan gaplarda bitta narsa hisobga olmadi. Azizlar, tabdil va asarni asli bir-biridan farq qiladi. Asarni asli eski o'zbek tilida, biz buni tabdil qilganmiz, ya'ni hozirgi o'zbek tiliga aylantirganmiz. Bu tabdilda tarjima statusi bor. Endi u kishi agar bizning tabdildan xato topgan bo'lsalar, inobatga olishlari kerakki, tabdil bu tarjima. Tarjima qilgan kishi asl nusxa oldida javob beradi xolos. Asl nusxada to'g'ri bo'lsa to'g'ri bo'ladi, xato bo'lsa xato bo'ladi. Chunki tarjimon o'sha asl nusxaga javob beradi xolos. Botir Yo'ldoshevni
ozgina nuqsoni shundaki, u tabdir bilan asl nusxani farqiga bormagan. Boburnomani ushbu nashrda Botir Yo'ldoshev juda katta xizmatlarni qilgan. Qaysi ma'noda? Shu darajada katta xizmatlar qilganki, kitobxonga yordam berishni o'nlab xillarni bajargan. Har bir hijriy yilni melodiy yilga aylantirgan. Hindcha vaqt va o'lchov birliklarini izohlagan. Xon deyilgan joyda hoshiyada gap Sulton Mahmudxon haqida borayotganini eslatgan. Arabcha son, oy va yil hisoblarini o'zbekchalashtirgan. Yo'ldoshev nusxalararo farqlarni muntazam ko'rsatish, tushib qolgan so'z, boshqa shakldagi shu so'z, tushib qolgan birikma, gaplarni qiyoslab topgan va birma-bir ko'rsatgan. O'xshash ismlarda adashmaslik yo'llarni qidirgan. Chunonchi Ulug'bek Mirzo Kobuliy mashhur astronom podsho Ulug'bekdan farq etish kerakligini eslatgan. Sulton Vaysning Xon Mirzo, Mirzoxon laqablari borligini eslatgan va hokazo. Bu ilmiy ommabop nashr uchun juda katta xizmat. Lekin ming taassufki, u kishi bu kitobni ilmiy nashrda da'vo qilgan. Ilmiy nashr esa hozir men sizga eslatib o'tgan ilmiy xizmat, ommabop xizmatlarning hammasi mutlaqo keraksiz va ortiqcha bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun avvalo bu kishi ilmiy nashr bilan ommabop nashrning farqiga yetmog'i kerak edi. Ilmiy nashr bo'lsa izohlardan mutlaqo voz kechmog'i lozim edi. Chunki u kishi yordam bergan izohlarni ilmiy xodim Botir Yo'ldoshevdan ko'proq biladi. Qaysi nashr bo'lishidan qat'iy nazar, Boburnomadagi kitobga yaxshi bir so'z boshi yozmoq kerak edi. Agar bu ilmiy nashr bo'lsa, bu kishi shunday katta da'vosi borki, avvalgi nashrlarda 2500 dan ortiq xato bor edi, men shularni bittalab tuzatdim deb da'vo qilganlar. Menga bu gap malol keladi. Chunki u kishilar Boburnamani arab yozuvidan hech bo'lmasa 1 yillik mehnatlarni sarf qilib, harf-harf ko'chirib mehnat qilganlar va kuchlari yetgancha xizmat qilganlar. Yana inobatga olaylikki, har ikkovlari fan doktorlari, professor edilar. Lekin bu da'voni qo'yib, shunday ulug' ustozlarning betlariga loy chaplayotgan Botir Yo'ldoshev o'zlari hali ilmiy darajalardan nomzodlikni ham olganlari yo'q, doktorlikni ham olganlari yo'q, yoshlari o'tin-qirab bo'lib qolgan bo'lsa, lekin umidimiz borki, bu kishi hozir Sharqshunoslik universitetining doktoranti, bu yil yoki kelasi yil albatta fan doktori bo'lishlariga biz umid bildiramiz. Toki bizga ilmga yaxshi xizmat qilsinlar, qora niyatlardan voz kechsinlar. Chunki o'sha gaplardan men o'yladimki, avvalgi Boburnomalardagi 2500 ta xato deyilganda Porso Shamsiyev va Saidbek Hasanov va professorlar ruhlari chinqiradi degan xayolga borib qoldim. Agar buni o'zlari tushunmagan bo'lsalar, bu ularning vijdonlariga albatta havola. Men bu kitobni mehr bilan o'qiy boshladim va ikkinchi abzatsidayoq bitta ilmiy nuqsonga duch keldim. Bu yerda yangi shaharning nomi O'tiror deb berilgan. U kishi YouTube'dagi chiqishlarda ham qayd etdilar va bu kitoblarda ham shunday deb ko'rsatgan. Boburnomani Haydarobod nusxasida shu joyda O'tiror emas, balki Toros deb yozilgan. O'tiror bilan Toros shahrining masofasi o'rtasi 200 chaqirimga yaqin. Men Torosda bo'lganman va u shaharni ilgarigi nomi yangi ekanligini juda yaxshi bilaman. Bu kitobda demak Boburnomada nashr tayyorlovchi hozir yolg'on ma'lumot bermoqda. Bunday kitobga menimcha katta so'z boshi yozish kerak edi. Agar ilmiy nashr deb o'zlari da'vo qilayotgan bo'lsalar edi, yuqorida aytganlaridek 2500 ta ilmiy xatoni bittalab ko'rsatib, katta bir 40 betlik matnshunoslik maqolasini kitobni boshiga-mi, oxiriga-mi ilova qilsalar, haqiqiy bu kitob ilmiy nashr bo'lgan bo'lardi va unga bu kitobda yetarli material bor.
Agar ommabop nashr deb hisoblasalar edi, unda bu ilmiy nashrlarga tegishli apparatlardan mutlaqo voz kechib, asarni ahamiyati, mohiyati, obrazlar dunyosi, g'oyalari, tarixiy, ilmiy ahamiyati haqida hech bo'lmasa 30-40 betlik kirish so'z yozsalar, unda to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Ana shunday katta nuqsonlar bu ushbu nashrda bor. Bu kishi boshqalardan xato izlashga rosa ustalar, lekin o so'z boshlarini o'qib men hayron qoldim. Kirish so'zlarda yozyaptilar. Yuqorida tilga olingan ilmiy nashrlardan tashqari bir necha marta kiril va lotin yozuvlarida ham bir necha marta chop etilgan bu buyuk asardagi qator xatolar tuzatilmagan deb da'vo qilganlar. Agar sezayotgan bo'lsangiz, birgina sodda yoyiq gapda bu kishi bir necha marta degan so'zni bir gapda 2 marta ishlatib, oddiy uslubiy xatoni ham tuzata olmaganlar. Ana shunday kishiga nashriyot shunday kitobni nashrga tayyorlash vazifasini bergan. Matnni o'zidan xuddi shunday xatolar borki, ortiqcha so'zlar takror ishlatilib kelingan. Bu narsa nashr ishlarida haddan tashqari yomon. Botir Yo'ldosh shuni arab yozuv xususiyatlarini yaxshi bilganini men bitta bayt asosida tushuntirib bermoqchiman. Avvalgi nashrlarda hamma hindivon, qushda zoru zalil, basangi tufak, ham shu ashobi fil degan baytdan bu kishi ikkita xato topgan. Birinchidan gashta so'zni kushda ekanligini aniqlagan, to'g'ri aniqlagan. Ashob bu so'z xato yozilgan, u ashobi bo'lish kerakligini to'g'ri izohlagan. Demak, ko'ryapsizki, bu kishi fors, tojik tilida ancha-muncha bilimlari borga o'xshaydi. Lekin shu baytning davomidan kelgan bitta baytda 5 ta xatoga yo'l qo'yganlar. Zitanho base kuho she ud ayon degan, holbuki bu shud bo'ladi. Ikkita so'z emas, bitta so'z edi. Navbatdagi xatoda purshkuh degan so'zda ikkita xatoga yo'l qo'ygan. Purshkuh deb ikkiga bo'lgan so'z bitta purshukuh edi. Va bu kishi shukuh degan so'zni yozishni bilmagan. Fors tilida shukuh deyiladi. Va navbatdagi qatorda dashtu degan ikkita so'z, bu dashtu bitta so'z edi. Ko'ryapsizki, bir baytda 5 ta so'zni xato qilgani, demak bu kishini fors tilidagi bilimi biz yuqorida maqtaganday yaxshi bilim emasligi ma'lum bo'lib qolmoqda. Bu kishi Boburnamani faqat sharqshunos nashriga tayyorlash kerak degan da'voni qo'yganlar. Bu da'vo menga unchalik yoqinqiramadi. Chunki bu kishi da'vo qilishcha bu zo'r sharqshunos emish, lekin oddiy Boburnamadagi o'zbek filologi bilishi kerak bo'lgan so'zlarni fahmiga bormaganlar. Masalan, shu kitobni 11-betidan o'qiymiz. Ovi qushi dog'i ko'p bo'lur, qirg'ovuli behad semiz bo'lur. Avvalo bu kishi o'zbek tilida gap qurilishni bilmaydi. Chunki bu yerda ikkita gapni bitta gap qilib o'qigan. Ovi qushi dog'i ko'p bo'lur, nuqta bo'ladi. Qirg'ovuli behad semiz bo'lur, bu ikkinchi gap. Demak, ikkita gapni bu kishi bitta qilib o'qigan. Endi bundan tashqari Bobur o'zi nima degan? Bobur ovi qushi demak, ovu qushi degan. Bu kishi sharqshunoslik institutini 4 marta bitirsam, o'zbek filologidek bilimga ega bo'la olmaydi. Buni xatosi nimada ekanligini men tushuntirib beray. Buning uchun u kishi Alisher Navoiyni Muhakamatul Lug'atayn degan kitobini o'qishi kerak edi. Chunki u yerda Alisher Navoiy ov nima degani, qush nima deganini juda yaxshi izohlab bergan. Shuning uchun men bu gap ovi qushi dog'i ko'p bo'lur deb hozir sizga aytib berdim. Ov deganda hayvonotni ovlash nazarda tutiladi. Qush deganda lochin bilan qush ovlash nazarda tutiladi. Bu ikkita narsa ekanligini
Navoiy muhokamati lug'atida ataylab eslatib o'tganki, buni ancha muncha man degan sharqshunos tushunib yetolmaydi. U kishi shu darajada o'zbek gap qurilishidan bebahiraki, quyidagi bu rudning har ikki jonibi bog'a tushibdir. Tamom bog'lar rudga mushilifdir. Binafshasi bisyor latif bo'lur. Oqar suvlari bor. Bahori bisyor yaxshi bo'lur. Qalin lola va gullar ochilur degan 6 ta gapni bu Boburnoma nashrida bitta gap holida berganlar. Demak, bu kishi o'zbekcha Boburnoma gap tuzish ko'chasidan unchalik ham ko'p o'tganga o'xshamayaptilar. 6 ta gapni bitta gap qilib o'qigan sharqshunosni men sharqshunos deyishga biroz tortinaman. Bunday nuqsonlar kitob bo'ylab agar shu gapni o'zini murakkab gaplarni bunday to'g'ri o'qishga harakat qilsak, yuzlab ana shunday xatolar bu kitobda bor. Keyin bu kishi suv quyarlar va suv qo'yarlar degan so'zlarning farqiga bormas ekanlar. Boburnomada qiziq bir joy bor. Baroko'ni yonida, ya'ni tog'ning yonida bir masjid borda, masjidning yonida katta ariq oqadi. Va ariqning yoni nishaburoq ko'kalamzor joyda ko'pincha charchagan odamlar shu ko'kalamzorda yotib dam olishadi. Bu kishi o'sha matnni o'qiganda hazilkash odamlar o'sha uxlagan odamlarga suv quyadilar deb Boburnomadan ko'chirgan. Endi o'zingiz o'ylab qarang, Bobur bu darajada sodda bo'lmasa kerak. Chunki uxlab yotgan odam ustiga suv quysangiz o'rnidan turib sizni savalab ketadi. Boburning bunga aqli yetadi. Lekin bu sharqshunos noshirim shuni o'ylamabdilar. Boburnomada demak bu suvni qo'yarlar emas, balki qo'yarlar deb u bilan o'qisalar to'g'ri bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Mana ariqdan nishab joyda bir kishi dam olib uxlab yotibdi. Bir qattiq hazilkash odam keladi-da, ariqdan ozgina suv ochib qo'yadi va ketadi o'zi. 10-15 minutdagi uxlab yotgan odamni ostini suv bosadi va uyqudan turib bu ishni kim qilganini albatta bilmaydi. Bu albatta qattiq hazilkashlarning ishiki, shu oddiy narsani nashrga tayyorlovchi negadir idrok etolmagani kishini hayratga soladi. Bu kitobda bir necha marotaba g'olibo degan so'z ishlatiladi. Azizlar, g'olibo degan so'z yo'q so'z. Bunaqa so'z bo'lishi mumkin emas. Bu so'z g'oliban degan so'zdir. Chunki g'olibo agar bor deb da'vo qilsa, ey g'oliblar degan ma'noni bildiradi. Bu barcha Boburnomada ishlatilgan g'oliban so'zi esa mutlaqo buni ma'nosi boshqa. Bu ehtimol, balki shundaydir degan ma'noni bildiradi xolos. Bizning sharqshunosimiz demak shu g'oliban so'zni o'qiy olmaganini, demak uni arab yozuvini ham uncha yaxshi bilmasligini ko'rsatib qo'ygan. Men afsus bilan eslatamanki, bu kishi faqat 2002-yilgi Boburnomani tanqid qiladi-yu, lekin o'zi ana shu nusxani asos qilib olgan. Bu kishi arab yozuvidan ko'chirgan emas bu nusxani. O'shani asos qilib olganda boshqa nusxalarga farqlarni bunga ko'chirgan xolos. Avvalgi noshrlar arab yozuvidan bir yildan mehnat qilganlar. Bu kishi 10 yil mehnat qildim deganlar, lekin o'zlari arab yozuvidan o'qimaganlar, balki shu Saidbek nusxasidan shunday ko'chirganlar. Isboti juda ham oddiy. Shu kitobda 10dan ortiq o'rinda mutavajjih degan so'z bor. Faqat bir o'rindagina shu so'z xato bilan mutavajjihni t2 qo'llanilgan. Ana shu xato. Demak, 100 ta so'zni olsa bitta mana shu Saidbek nusxasi qaysi joyda bo'lsa, bu yangi Boburnomani nashri xuddi o'sha joyda turibdi. Agar o'zi tayyorlaganda edi, shu xatoni takrorlamas edi va o'sha joyda bu narsa sodir bo'lmagan bo'lar edi. Xo'p degan so'zni ham bu kishi bilmaydi. Nafaqat bu kishi bilmaydi. Bizdagi manman degan olimlar ham bilmaydi. Qanaqasiga? Azizlar, mumtoz adabiyotda xo'p degan so'z yo'q. Menga afsuski, bizning Navoiy asarlari lug'atda ham shu narsa yo'q. Xullas, bu yerda bitta masala borki,
Bu kitob bo'ylab bir so'zni 2-3 tur shaklda ishlatilishi tinimsiz takrorlanadi, yuzlab marotaba takrorlanadi va nashriyotni shunday kishiga, shunday muhtasham asarni qismatini topshirganiga biz hayron qolamiz. Odatda nashriyotlar nusxani ko'paytirar ekan, Boburday shahansohning muhtasham asarini bironta ilmiy darajasi fan doktori bo'lgan odamga bermasdan, akademikka bermasdan, bironta ilmiy darajasi bo'lmagan Botir Yo'ldoshevga berishni o'zini negadir shu kitobning mas'uli, O'chun nashriyotning direktori muhtaram ajoyib og'aynimiz, do'stimiz Elyor Murodning ishongani ko'p oqilona ish bo'lmagan va mening nazarimda bu nashr Boburnamani o'quvchilar uchun nomunosib, yaroqsiz nashr degan xulosaga kelganman.